Akalar, ukalar, opalar, xullas, men kutgan kunlar keldi, sizlar kutgan kun ham keldi. Samolyot kameramiz keldi akalar. Okan Pro firmasidan udar kamera akalar. Qaranglar. Xo'p, bu kameramiz akalar Wi-Fi ga ishlaydi, 4 ga ishlaydi. İçidan blok bitanasi chiqadi akalar. Mana kranштейni chiqadi. Qaranglar. Bu bitta ko'z o'ng tomonga qilasizlar. Mana 360 aynali odamni solaveradi, quylaveradi akalar. O'g'ri bormi, to'g'ri bormi, ha akalar? It bormi? Mana uni ham o'ng tomon, chap tomonga orqaga burib qo'ysalar ham bo'ladi. Anchadan beri kelmayotdi, bundan keldi akalar. Modelimizdan xullas bu blok tanasi. Xullas bu Wi-Fi ga ishlaydi. Endi sim kartaga ishlaydigan modeli ham bor buni. Buni narxi xullas 780 ming so'm chiqadi akalar. Buni hozir baraka qildik, qayerga desalar, qayerga baraka qildik. Xullas buni hop Yangiyer tumaniga baraka qildik akalar. Musofirdan turib zakaz berishdi. Bitta Wi-Fi olishdi. Keyin mana 3 ko'zli trendda sotilayotgan robot kameramiz ham 680 ming so'mga baraka bo'ldi. Bu 680 ming so'm, bunisi akalar bitta baho beringlar 780 ming so'm akalar. Sim kartaga ishlaydi. Bor naqasi ham mana Wi-Fi ga ishlaydigan modelni oldilar akalar. Telegramdan buyurtma beraveramiz.